Qadim zamonlarda bepoyon dashtlar qo'ynida bir malika yashagan. Uning nomi asrlar osha jasorat va mag'rurlik timsoliga aylandi. Bu Massagetlar malikasi Tomaris edi. Fors shohi Kir II uning yerlariga ko'z olaytirdi. U hiyla ishlatib Tomarisga uylanishni taklif qildi. Ammo dono malika bu taklif ortidagi bosqinchilik niyatini darhol payqadi. Hiylasi ish bermagach, Fors shohi Massagetlarga qarshi urush ochdi. U yana hiylaga qo'l urib, sharobga to'la qarorgohni tashlab ketdi. Bu tuzoqqa Tomarisning o'g'li Spargapis boshchiligidagi qo'shin aldanib, asir olindi. Spargapis vahshiylarcha qatl etildi. O'g'lidan ayrilgan onaning yuragi g'azab va alamga to'ldi. Tomaris Kirga shunday deya xabar yubordi: "Zeroki sen qonga tashna ekansan. Qasam ichamanki seni qonga bo'ktirishga." U qo'shinni shaxsan o'zi jangga boshladi. Bu tarixning eng shiddatli janglaridan biri edi. G'alaba qozongan Tomaris o'z qasamining ustidan chiqdi. U Kirni boshini uzib olib, qonga to'la may idishga bo'ktirdi. Tomaris O'rta Osiyo xalqlari uchun shunchaki jangchi emas, o'z vatanini va xalqini ozodligini hamma narsadan ustun qo'ygan ona. Dovyurak va dono malika Tomaris dasht malikasi sifatida tarixda qoldi.